joyda mana kamarimizni qilib keldi. Xudo xolisi UFC. Bu O'zbekistonning faxri. Bu xotam bo'lish uchun shunaqa qiyinchiliklar, shunaqa sinovlardan o'tib kelgan Nurullo ustoziga bitta qarshi chalib qo'ydi. Nurullo gapni bolalar. Ertaga Xudo xolisi UFC'ga chiqsa biz O'zbekistonimiz faxrlanadi. O'zbekistonimiz va ayniqsa sportchilarimiz borligidan faqat patriot bo'lib, xursand bo'lib mana kutib olgani chiqdik. Xudo xolisi ustozingning mehnatlarini ro'yobga chiqarib. Sen bilan xalqimiz faxrlanadi har doim. Rahmat. Bitta qarshi chalib yuboringlar. Rahmat.